iPhone'ingizda kamerasini tiniqlashtirmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Muhajjab. Nastroykaga kirib, kameraga kiramiz. Kontroller kamera. Bu narsa bizga kamera ochilishi uchun xizmat qiladi. Sizda qanday turibdi, menda qanday turibdi. Xuddi mendaqa qilib oling. Keyin orqaga qayting. Fotograficheskiy stil. Bu yerda standart bor, yinari bor, zalot bor. Meni maslahatim standartga qo'yib qo'ying. Orqaga qaytib, zapis video. Meni maslahatim 1080p 30 kadrga qo'yib qo'ying. Kundalik hayot uchun iPhone'lar uchun bemalol yetadi. Men sizlar uchun video olsam faqat 460 kadr qilaman. Kundalik hayotda esa 1080p 30 kadr. Ham joyni ekonom qiladi. HDR videoni o'chirib qo'ying, sababi video juda ham yarq bo'lib ketadi va sun'iy bo'lib qoladi, ya'ni tabiiylik yo'qolib ketadi. Auto bor, chastota kadrni o'chirib qo'ying. Agar bu funksiyani yoqsangiz, nima bo'ladi? Misol uchun siz 60 fps videoda olyapsiz, lekin qorong'uroq joylarda 30, 45 avtomatik o'yin. Agar uni o'chirib qo'ysangiz, necha fps ga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, shuncha fps da olib beradi. Fiksatsiya rejimi kamerani yoqib qo'yishga maslahat beraman. Agar siz videoga olayotganingizda yorug'lik bir baland bir past bo'lishini xohlamasangiz, blokirovka balansi belovini yoqib qo'ying. Bu nima qilib beradi? Videoga olayotganingizda yorug'lik o'zgarib ketmaydi, bir xil bo'lib turadi. Orqaga qaytib, zapis zamedlennoga video. Bu yerda men eng o'rtasini tanlab qo'yganman, 1080p 240 ta kadr. Bu slow-mo olish uchun 120 ta kadrda uncha yaxshi slow-mo bo'lmaydi. Realniy slow-mo kerakmi? 240 ga qo'ying. Orqaga qaytib, kino effektga kirib, boya aytganimdek, kundalik hayotda 1080p 30 kadr yetadi. Agar men sizlar uchun video olmoqchi bo'lsam, faqat 4 ga 30 ga qo'yman. 1080p 30 kadrdan nimasi yaxshi? Ham joyini ekonom qiladi. Orqaga qaytib, zapis звука, rasanovoy audio ga qo'yib qo'ying, ovoz tabiiyroq eshitilishi uchun. Mana bu 3 ta funksiyani yoqib qo'yib, orqaga qayting. Formati. Menda visokoob'ektivniy turibdi. Bu nima qilib beradi? Ya'ni visokoob'ektivniy tushirilgan rasmlarda megabaytni kamroq bo'lishga harakat qiladi. Sifati buzmagan holda albatta, lekin ikkinchisi turibdi. U megabaytdan dahshat ko'p bo'ladi, lekin shunga yarasha sifat ham yaxshiroq bo'ladi birinchisiga qaraganda. ProRAW'ni yoqib qo'ying. Rasmlarga yaxshiroq tushiradi 48 megapikselda. Format ProRAW'ga kirib, JPEG Excel Laserdesga qo'yib qo'ying. Orqaga qaytib va Apple ProRes ham o'chirib qo'ying. Chunki bu yonish uchun SSD ulashingiz kerak. O'zi asli Apple ProRes kino olish uchun. Biz iPhone'imizda kino olmaymiz-ku. Orqaga qaytib, Focus Operation'ga tekstni yoqib qo'ying. Bu sizga nima qilib beradi? Kamerani ochib, bironta tekstni rasmga tushirayotganingizda, o'shani kopirovat qilib olishingiz mumkin. Setka bilan urveni yoqib qo'yishingizni maslahat beraman. 28 mm bilan 35 mm obyektivini yoqib qo'ying. Orqaga qayting. Bu narsalar menda qanday turgan bo'lsa, siz ham xuddi shunday qilib avto makroni o'chirib qo'ying. Sababi biron bir narsani yaqinroqda olsangiz, makroshga tushib asabingiz buzaveradi. Va tepaga chiqib, сохранение настройкni toping. Bu yerdan hammasini yoqasiz, bittagina live fotodan tashqari. Endi buni chiqib ketursangiz bo'ladi. Ish bitdi. Endi bu ishni sizlar bilan natijasini ko'ramiz. Eslaringda bo'lsa, mana urvenni yoqib qo'ygan edik. Bu telefonni sizlarga to'g'ri ushlashga yordam beradi. Mana bu tepadan o'ziga yoqqan formatda va FPS ni tanlab olasiz. Eslaringda bo'lsa, setkani yoqib qo'ydik. Mana bu setka nima qilib beradi? Ya'ni siz videoga olayotganingizda qayer o'rtaligini ham topishga yordam beradi. Xullas, setka har tomonlama odamga foyda beradi. Siz 48 megapiksel rasmni olishingiz uchun faqatgina RAW formatni qo'yishingiz kerak va mana shunday RAW formatga qo'yib qo'ysangiz, rasmni 48 megapikselda oladi. Mana o'zlaring qaranglar, 5x ham umuman sifati yo'qolgani yo'q. 7.5 da ham normal sifatda olib beryapti. Bu telefonimiz iPhone 16 Pro.